Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan turli xil oziq-ovqat mahsulotlari tarkibidagi muhim organik moddalarni tajriba usulida aniqlashni o'rganamiz. Demak, biz bugun siz bilan tuxum tarkibida oqsil borligini biorit reaksiyasi asosida, yong'oqda yog' borligini etil spirtidan foydalanib, sabzida A vitamini borligini va olma tarkibida shakar borligini Benedikt reaktividan foydalanib aniqlaymiz. Bu tajribalar biologiya va kimyo fanlarida keng qo'llaniladigan muhim sifat reaksiyalariga asoslangan. Birinchi tajribamizda tuxum tarkibida oqsil mavjudligini biorit reaktividan foydalanib aniqlaymiz. Birinchi o'rinda tuxumni oqini sarig'idan ajratib oldim va tuxumni oqidan pipetkadan foydalanib probirkaga solib olamiz. Va probirkaga biroz suv qo'shib uni olib qo'yamiz. Tajribamizda mis kuporosi va natriy gidroksidan foydalanamiz deb aytdim. Bularni suvdagi eritmasini tayyorlab oldim. Ajratib olingan tuxum oqiga natriy gidroksidni suvdagi eritmasidan biroz qo'shamiz. So'ng mis sulfatni suvdagi eritmasidan 1-2 tomchi tomizamiz. Eritmada binafsha rangni hosil bo'lishi uni tarkibida oqsil borligini bildiradi. Ya'ni tuxum oqsili tarkibidagi peptid bog'lar ishqoriy muhitdagi mis ionlari bilan reaksiyaga kirishib binafsha rangni hosil qiladi. Ikkinchi tajribamiz olma tarkibida shakar borligini aniqlash hisoblanadi. Bunda biz Benedikt reaktividan foydalanishimiz kerak, lekin laboratoriyada Benedikt reaktivimiz yo'qligi uchun shu reaktivni tarkibiga yaqin bo'lgan eritmani tayyorlab olishdan boshlaymiz. Buning uchun bizga mis sulfatning hamda natriy gidroksidning suvdagi eritmasi kerak bo'ladi. Probirkaga pipetka yordamida mis sulfatning suvdagi eritmasidan biroz qo'yamiz. Keyin bunga natriy gidroksidning suvdagi eritmasidan quyganimizda yog'simon gel tarkibiga o'xshagan cho'kma hosil bo'ladi. Buni tarkibi Benedikt reaktivini tarkibiga juda ham yaqin hisoblanadi. Alohida probirkaga olma sharbatidan solib oldim va tayyorlab olingan Benedikt reaktividan biroz qo'shamiz. Endi spirt lampadan foydalanib hosil bo'lgan eritmamizni biroz chayqatamiz va uni spirt lampasi alangasida biroz ushlab turganimizda qizg'ish g'ish rangga o'xshagan eritma hosil bo'ladi. Ya'ni eritmaning rangi o'zgaradi. Eritmaning rangini o'zgarishi uni tarkibida shakar borligini isbotlaydi. Biroz vaqtdan so'ng harorat ta'sirida yashil rangdagi eritmamiz sariq sabzi rangga o'zgardi. Demak, olma sharbati tarkibida shakar borligini biz Benedikt reaktividan foydalanib o'rgandik. Endigi tajribamizda sabzi tarkibida A vitamini borligini, ya'ni karotin moddasi borligini tajribada kuzatamiz. Bilasizki, A vitamini yog'da eriydigan vitamin hisoblanadi. Buning uchun probirkaga maydalangan sabzidan solib olamiz va uni ustiga etil spirtidan, biz tajribada yog'dan foydalansak ham bo'ladi, etil spirtidan biroz quyamiz va bir necha daqiqaga qoldiramiz. Eritma sariq rangiga kirishi kerak. Biroz vaqt o'tgandan so'ng ko'rib turganingizdek, etil spirtida sabzi tarkibidagi karotin moddasi erib, sariq rangli eritmani hosil qildi. Bu
sabzi tarkibida A vitamini, ya'ni beta karotin borligini isbotlaydi. Endigi tajribamiz yong'oq tarkibida yog' borligini aniqlashdan iborat. Bunda biz etil spirtidan foydalanamiz. Etil spirtini maxsus idishchaga solib oldim. Endi proberkaga maydalangan yong'oqdan biroz solib, unga etil spirtidan tomizamiz. Yog'lar organik erituvchilarda yaxshi eriydi. Endi bu eritmamizga biroz suv qo'shganimizdan so'ng eritmamiz oq rangli eritmaga aylanishi kerak va biroz loyqalanishi kerak. Bu yong'oq tarkibida lipidlar borligini ko'rsatadi. Ko'rib turganingizdek, eritmamiz loyqalandi. Demak, yong'oq lipidlarga boy mahsulot hisoblanadi. Bugungi tajribamiz asosida turli xil oziq-ovqat mahsulotlari tarkibini o'rgandik. Xususan, tuxumda oqsil moddasining ko'pligini biuret reaksiyasi orqali, olma sharbati tarkibida shakarning ko'pligini Benedikt reaktivi orqali, yong'oq tarkibida lipidlarning ko'pligini etil spirtidan foydalanib, sabzi tarkibida beta karotin, ya'ni A vitamini borligini oddiy etil spirti testidan foydalanib o'rgandik. Bu bilimlarga ega bo'lish, sog'lom ovqatlanish va organizm ehtiyojlarini tushunishda katta ahamiyatga ega. Endi sizga bir savol bilan murojaat qilsam, ikkita o'quvchi doimiy sport mashg'ulotlari bilan shug'ullanadi. Biri ertalab doim xom tuxum iste'mol qiladi, ikkinchisi esa qaynatilgan tuxum iste'mol qiladi. Ikkala tuxum tarkibida ham yetarlicha miqdorda oqsil moddasi borligiga qaramasdan, nima deb o'ylaysiz aziz kuzatuvchilar? Nega aynan qaynatilgan tuxumni iste'mol qilinishi organizmda oqsilni tezroq so'rilishiga yordam beradi? Javoblaringizni izohlarda kutib qolaman.